Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz xodimlarni motivatsiyalash. Bu mavzuni quyidagi 4 reja asosida tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi reja motivatsiyaning ahamiyati, ikkinchi motivatsion nazariyalar, uchinchi rejamiz motivatsiya nazariyalarini hayotga tatbiq etish hamda to'rtinchi xodimlarni rag'batlantirishning jahon tajribalari. Hammamiz uchun shunaqa savollar qiziq bo'ladi. Nima uchun xodimlarning mehnat unumdorligi turlicha bo'ladi? Nima uchun bir korxonada bir xil sharoitda ba'zi xodimlar g'ayrat shijoat bilan ishlaydi, boshqalar esa o'z mehnat faoliyatlariga loqaydlar? Yoki insonni aqliy, jismoniy, kasb va malaka salohiyatidan to'liq foydalanish uchun qanday chora-tadbirlar ko'rish kerak? Kaykausning Qobusnomasida shunday hikmatli so'zlar keltirilgan. Ya'ni har kishi molini ziyoda qilmoq tamasida bo'lsa, bir tanga uchun mag'ribdan mashriqqa borur. O'zini toqqa, daryoga urur, jonin, tanin va molin muhoratara, ya'ni xatarga solur. Yo'lning noyimligi, xavfliligidan, hayvonotdan, ya'ni darranda hayvondan qo'rqmas. Shuning uchun mag'ribdan mashriqqa, mashriqdan mag'ribga borib, xalqqa ne'mat keltirur deyilgan. Endi bundan nimani tushunishimiz mumkin? Ya'ni odamlar boylik orttirish, farovon hayot qurish maqsadida uzoq yo'l bosadi. Xavf-xatardan qo'rqmaydi, mehnatdan qochmaydi, og'ir sharoitlardan qo'rqmaydi. Endi bu nima deb ataladi? Ya'ni bu yerda insondagi ichki kuchli motivatsiya asos qilib ko'rsatilgan. Iqtisodchi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan mehnat motivatsiyasining ilk nazariyalari keyinchalik boshqarishni qamchi va shirin kulcha tamoyili sifatida e'tirof etiladigan usullarga asoslangan edi. Ya'ni shirin kulcha va qamchi tamoyili nima? Ular bir-biridan qanday farq qiladi? Bu tamoyil insonni boshqarishni ikki asosiy vositasini bildiradi. Shirin kulcha deganda biz rag'bat, mukofotni tushunamiz. Ya'ni yaxshi xulq, mehnat, intilish uchun mukofotlar berish, bonuslar, maqtov, qulay sharoit, imtiyoz berish orqali motivatsiya oshirilsa, qamchi, ya'ni jazolash, cheklov vositalari orqali amalga oshiriladi. Bunda talab bajarilmasa yoki intizom bo'lmasa, ogohlantirish, jarima, nazoratni kuchaytirish yoki imtiyozni olib qo'yish kabi choralar qo'llaniladi. Bu usul hayvonlarni boshqarishdan olingan metafora bo'lsa ham, hozirgi psixologiya, ta'lim, rahbarlik boshqaruvda keng qo'llaniladi. Kadrlar toifalari va ularni mehnat motivatsiya darajasini quyidagi diagramma orqali ko'rishimiz mumkin. Bu yerda nimalar tasvirlangan? Mana demak, korxonadagi hamma xodimni 100% deb oladigan bo'lsak, o'shalarning ichida 5%igina g'oyat sidqidil, o'ta mehnatsevar xodimlar hisoblanadi. 60% xodimlar esa yetarli darajada sidqidil, mehnatsevar xodimlar hisoblanadi. 30% xodimlar yetarli darajada sidqidil emas, mehnatga qiziqishi yetarli emas xodimlar hisoblanadi. Hamda yana qolgan 5% sidqidil emas, mehnatga qiziqishi loqayd xodimlar hisoblanadi. Endi bularni mehnat motivatsiyasi darajasi va rag'batlantirish samarasi qanaqa bo'ladi? Ya'ni g'oyat sidqidil, o'ta mehnatsevar xodimlarga nisbatan mehnat motivatsiyasi quyidagi tartibda, ya'ni ularni qiziqishi eng yuksak, rag'batlantirish o'ta samarali hisoblanadi. Yetarli darajada sidqidil, mehnatsevar xodimlarga nisbatan qiziqishi yetarli darajada, rag'batlantirish samara ko'rsatadi. Yetarli darajada sidqidil emas, mehnatga qiziqishi yetarli emas xodimlarda qiziqishi noma'lum, rag'batlantirish samarasi aniq emas hisoblanadi. Hamda sidqidil emas, mehnat qilishga loqayd xodimlarda qiziqish umuman yo'q, rag'batlantirish samara bermaydi. Bu jadvalimizda, sxemamizda nimani ko'rishimiz mumkin? Kadrlarning mehnat motivatsiyasini, ya'ni demak, birinchidan ehtiyojlar paydo bo'lishi, birinchi bosqich fiziologik, ertangi kunga ishonch, ijtimoiy guruhga mansublik ehtiyojlarini paydo bo'lishi, demak, insonni o'z oldiga maqsad qo'yishiga undaydi. Ya'ni demak, ehtiyojlarni qondirish uchun ongli ravishda tanlangan vosita bu maqsad hisoblanadi. Bu maqsadga erishish uchun korxona tomonidan tashqi ta'sir o'tkaziladi, ya'ni rag'batlantirish vositalari qo'llaniladi. Xodimlarni o'z ehtiyojini qondirish uchun
qobiliyati demak ishga solinadi. Keyingi bosqichda demak faoliyat, ya'ni xodim qobiliyatini namoyon qiladigan mehnat jarayoni amalga oshiriladi. Hamda oxirgi 5-bosqichi ehtiyojlarni qondirilishi. Demak, ayrim insonlarda ehtiyojlar to'la qondirilishi mumkin yoki qisman qondirilishi mumkin yoki ehtiyojlarni qondirilmaslik holatlarini ham kuzatamiz. Rag'batlarni quyidagicha tasniflaymiz. Birinchi, amal etish muddati bo'yicha, ya'ni uzluksiz mehnat sharoitini kiritamiz. Ish o'rnida yaratilgan shart-sharoitlarni bunga misol qilib kiritishimiz mumkin. Ikkinchi turi uzoq muddatli, ya'ni ish haqqi miqdori yuqoriligi, foydaga sheriklik buni ichiga kiritiladi. Qisqa muddatli rag'batlantirishlar bu oy, yil, choragi, yil yakuni bo'yicha mukofotlar hisoblanadi. Ikkinchi, amal etish doirasi bo'yicha rag'batlantirishni jamoaviy rag'batlantirish va shaxsiy rag'batlantirish holida demak farqlaymiz. Jamoaviyda ish haqqi fondi foydani taqsimlashda bevosita ishtirok etish asos bo'lsa, shaxsiyda xodim bo'yicha daromadlar jamlanmasi demak rag'batlantirish hisoblanadi. Mohiyati bo'yicha nufuzli va rag'batlantiruvchi rag'batlarimiz mavjud. Nufuzlida alohida tarif bo'yicha ish haqqi, korxona aksiyalarini imtiyozli narxda olishga demak rag'batlantiruvchi vosita sifatida qaraladi. Ikkinchi, rag'batlantiruvchida xodim kasb mahorati, sifatli mahsulot ishlab chiqargani, xom ashyo, elektr quvvat sarfini kamaytirgani uchun ish haqqiga ustamalar oladi. To'rtinchi, qo'llanilish sohasi bo'yicha hammabob va o'ziga xos rag'batlantirishlar bor. Demak, hammabob deganimizda pul bilan rag'batlantirishni barcha turlari tushunilsa, o'ziga xos rag'batlantirishda nomoddiy rag'batlantirishlar tushuniladi. Endi mehnat motivatsiyasi sarf-xarajatlarini korxona maqsadi uchun samaradorligini aniqlashda oddiy quyidagi formuladan foydalanamiz. Ya'ni bu yerda mehnat motivatsiyasi uchun sarf-xarajatlar samaradorligi koeffitsiyentini aniqlashimiz uchun ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi M ni demak ishlab chiqarilgan mahsulot uchun sarflar S ga demak bo'lamiz. Shu paytda demak bu yerda mehnat motivatsiyasi uchun xarajatlar samaradorligi koeffitsiyenti hosil bo'ladi. Endi ikkinchi rejamiz motivatsion nazariyalarga o'tamiz. O'zi umuman qiziqish, motiv bu insonni muayyan faoliyatga undovchi ichki va tashqi harakatlantiruvchi kuchlar hisoblanadi. Qiziqish insonga uning ehtiyojlarini qondirish uchun nima qilish va buni qanday qilish kerakligini belgilaydi. Qiziqish jarayoni 4 bosqichdan iborat, ya'ni birinchisi ehtiyojning paydo bo'lishi, ikkinchisi ehtiyojni qondirish yo'llarini izlash, uchinchisi ehtiyojni qondirish uchun faoliyatga kirishish hamda ehtiyojni qondirilishi, moddiy yoki ma'naviy rag'batlantirishga ega bo'lish hisoblanadi. Bunga talabalar hayotiga oid misol keltirib ketamiz. Demak, ehtiyojni paydo bo'lishi, masalan, talabada stipendiya olishga yoki o'qish xarajatlarini qoplash, ota-onasiga yordam berish maqsadida talaba stipendiya olishim kerak degan ehtiyojni sezadi. Ikkinchi bosqichda ehtiyojni qondirish, ya'ni qanaqa yo'llarini izlaydi? Talaba o'ylaydi endi, qanday qilib stipendiya olaman, qaysi yo'l bilan bunga erisha olaman? Endi u yaxshi o'qishim kerak, demak reytingni ko'tarishim kerak, darslarda faol bo'lishim kerak degan yo'llarni izlab, ularni aniqlab oladi. Uchinchi bosqichda ehtiyojni qondirish uchun faoliyatga kirishda endi talaba amaliy harakatga o'tadi, ya'ni darslarga muntazam qatnashadi, konspekt qiladi, topshiriqni o'z vaqtida bajaradi. Demak, sessiyaga puxta tayyorgarlik ko'radi. U bu yerda real harakatga o'tib, mehnat faoliyatiga kirishadi. Oxirgi bosqichda ehtiyojni qondirilishi, agar talabamiz stipendiya oladigan bo'lsa, ehtiyoji qondiriladi, talaba xursand bo'ladi, keyingi semestrga ham yuqori motivatsiya oshadi, tayyorgarlik ko'radi. Endi stipendiya olmasa ehtiyoj qondirilmaydi. Endi talaba o'zini tahlil qiladi, keyingi safar yanada yaxshiroq o'qishga harakat qiladi. Ehtiyojlarimiz ta'rif beradigan bo'lsak, o'zi insonni yashashi, mehnat qilishi, biror bir ijtimoiy mavqega ega bo'lishi uchun iste'mol qilinishi zarur bo'lgan barcha tovar va xizmatlar hisoblanadi.
Ehtiyojlarni, demak, biologik ehtiyoj va ijtimoiy ehtiyojlarga ajratamiz. Biologik ehtiyojlarga suv, havo, oziq-ovqatga, hayot kechirish uchun zarur bo'lgan boshqa narsalarga bo'lgan ehtiyojimiz kiritilsa, ijtimoiy ehtiyojga millat, ijtimoiy guruhga mansublik, o'z shaxsini erishgan muvaffaqiyatlarini rivojlantirish, o'z qobiliyatini namoyon etish, boshqalar tomonidan o'sish qobiliyatini e'tirof etilishiga ehtiyojlar kiritiladi. Endi biz qiziqtirish nazariyalarini ikkita katta guruhga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi mohiyat bo'yicha qiziqtirish nazariyalari, ikkinchisi jarayon bo'yicha qiziqtirish nazariyalari. Mohiyat bo'yicha qiziqtirish nazariyalariga Abraham Maslow nazariyasi, David McClelland nazariyasi, Gersberg nazariyasi hamda Skinner Bernard nazariyalarini kiritadigan bo'lsak, jarayon bo'yicha qiziqtirish nazariyalariga kutish nazariyasi, ya'ni Vrumni kutish nazariyasi, adolat nazariyasi hamda Porter Lawlerni qiziqtirish modelini kiritamiz. Endi rag'batlantirish turlari asosan ichki rag'batlantirish hamda tashqi rag'batlantirish kabi turlari bilan farqlanadi. Ichki rag'batlantirishda, demak, bu ishni o'zi tomonidan beriladi. Tashqi rag'batlantirish korxona tashkilot tomonidan beriladi. Ichki rag'batlantirish deganda mehnat jarayonidan qoniqish hosil qilish yoki ko'zlangan natija maqsadga erishish, mehnatni ijtimoiy ahamiyatini anglash va shu asosda o'z-o'zidan g'ururlanish kiritiladi. Tashqi rag'batlantirish, ya'ni korxona tomonidan amalga oshiriladi. Bu ish haqi, martabaning yuqorilashuvi, hamkasblar, rahbarlar tomonidan bildiriladigan maqtovlar va e'tiroflar, qo'shimcha to'lovlar, qo'shimcha ta'tillar, xizmat avtomobili va mukofotlar hisoblanadi. Endi nazariyalarga o'tishdan oldin birinchi bo'lib bu motivatsiyaga qiziqishlarni paydo bo'lishi, qanaqa tajribalar o'tkazilganligi haqida to'xtalib o'tamiz. Ya'ni Gotorin tadqiqotlari to'g'risida bu 20-asr boshlarida AQShni Western Electric Company kompaniyasiga qarashli bo'lgan Gotorin zavodida o'tkazilgan tajribalar hisoblanadi. Ularning asosiy maqsadi ish sharoitlarini, mehnat unumdorligiga ta'sirini o'rganish edi. Ushbu tadqiqotlar 1924-1932-yillar oralig'ida amerikalik psixolog Elton Mayo boshchiligida demak olib boriladi. Dastlabki maqsad yorug'lik darajasini mehnat unumdorligiga qanday ta'sir qilishini aniqlash edi. Buning uchun ishchilar ikki guruhga bo'linadi. Ya'ni bir guruh ishchilar doimiy yorug'lik ostida, ikkinchi guruh ishchilar o'zgaruvchan yorug'lik ostida ishlaydi. Tadqiqotchilar yorug'likni, yorqinligini oshirish unumdorlikni oshiradi, kamaytirish esa unumdorlikni kamaytiradi degan natija kutgan edi. Ammo natija kutilgandek bo'lmadi. Keyin demak, bu yerdagi asosiy narsa nima uchun ishchilar yorug'lik oshirilsa ham, pasaytirilsa ham unumdorlikni pasaytirmadi. Sababi ishchilar o'zlarini kuzatilyapmiz deb o'yladi, ya'ni ko'proq ishlay boshladi. Bu tajriba 4 bosqichda amalga oshirilgan. Demak, birinchi bosqichida yorug'lik tajribalari o'tkaziladi. Endi ikkinchi bosqichida ish vaqti qisqartiriladi, dam olish, tanaffuslar beriladi, shirin choy beriladi, guruhlar kichraytiriladi. Natijada ikkinchi bosqichdan olingan natija ishchilar o'zlarini qadrlanganligini his qilishadi hamda ish unumdorligi oshadi. Endi 3-bosqichda 20 ming ishchi bilan suhbat o'tkaziladi. Bu suhbat natijasida ishchilarni fikri tinglanadi, ya'ni ularga hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Bu esa o'z navbatida motivatsiyani oshiradi. 4-bosqichda odamlar guruhlarda kuzatiladi, ya'ni guruh bosimi va ijtimoiy munosabatlar ish natijasiga kuchli ta'sir qiladi. Odatda norasmiy liderlar rasmiy rahbarlardan ko'ra ko'proq ta'sirga ega bo'lishi kuzatiladi. Bundan xulosa chiqaradigan bo'lsak, inson o'zini kuzatilayotganini bilsa, ko'proq mehnat qiladi. Yoki bo'lmasa, shunaqa fakt bor, insonni faqat jismoniy sharoit emas, balki psixologik omillar boshqaradi. Gotorin tadqiqotlaridan xuddi shunaqa xulosalar chiqaramiz. Demak, birinchi Gotorin tadqiqotlari natijasida Gotorin effekti deb ataladigan tushuncha paydo bo'ldi. Gotorin tajribalari insoniy munosabatlar maktabini menejmentda paydo bo'lishiga sababchi bo'ldi. Hamda bu yondashuvda xodimlarning ehtiyojlari, ruhiy holati, motivatsiyasi va jamoa muhitiga katta e'tibor beriladi. Endi mohiyat bo'yicha qiziqtirish nazariyalariga o'tamiz.
Birinchisi demak Bernard nazariyasi. Bernard nazariyasida nimalar asos qilib olinadi? Demak, birinchi korxona mehnat jamoasi a'zolari bo'lgan shaxslar o'zaro bir-birlariga bog'liq holda faoliyat ko'rsatadigan tizimni tashkil qiladi. Ya'ni jamoa a'zolari bir-biri bilan hamohang holatda faoliyat ko'rsatadi. Ikkinchi, korxona o'z mehnat jamoasi a'zolariga rag'batlantirish orqali ta'sir ko'rsatadi. O'z navbatida xodimlar ham korxonani maqsadlariga erishishi uchun o'zlaridan talab qilingan mehnat ulushini qo'shadi. Uchinchi, demak xodimlarni rag'batlantirish ularning korxonaga qo'shayotgan hissalariga mos kelsa yoki shu hissadan ortiq bo'lsagina ularning mehnat samaradorligi yuqori bo'ladi. Bu Bernard nazariyasi hisoblanadi. Ikkinchi nazariyamiz Maslow'ning ehtiyojlar piramidasi demak hisoblanadi. Buni quyidagicha tushunamiz. Demak, ehtiyojlarni biz 5 ta darajaga bo'lib olamiz. 5-darajadan boshlaymiz. Fiziologik ehtiyojlar. Fiziologik ehtiyojlarga oziq-ovqat, uy-joy, ro'zg'or buyumlari va boshqalarga bo'lgan ehtiyojlar kiritiladi. Agar biz mana shu fiziologik ehtiyojlarni qondirmasak, yuqoridagi ehtiyojlarga o'ta olmaymiz, chunki boshqa narsalarni qizig'i bo'lmay qoladi, agar bu ehtiyojni qondirmaydigan bo'lsak. Keyingi ehtiyojimiz barqarorlik ehtiyoji. Ayrim adabiyotlarda bu xavfsizlik ehtiyoji deb ham beriladi. Ya'ni bunga kafolatli ish, barqaror ish haqi, pensiya ta'minotini kiritamiz. Uchinchi darajamiz demak ijtimoiy guruhga mansublik ehtiyoji. Bunga jamiyat tomonidan e'tirof etilishi, odamlar bilan aloqa, jamoat hurmati kabi ehtiyojlar kiritiladi. Endi hurmat va e'tirofga erishish ehtiyoji ikkinchi darajali ehtiyoj hisoblanadi. Bu kasbiy malaka yoki bo'lmasa ishda mustaqillikni o'zida aks ettiradi. Hamda oxirgi pog'onamiz eng yuqori pog'ona hisoblanadi. Demak, bu o'zini namoyon etish ehtiyoji hisoblanadi. Bunda qobiliyatlarni namoyon qilish, bilimlarni ko'paytirish, vakolatlarni kengaytirishni kiritamiz. Demak, Maslow'da piramidani pastki qismidagi ehtiyoj birinchi navbatda qondirilishi talab etiladi. Quyi darajadagi ehtiyojlar qondirilgandan so'ng yuqori darajadagi ehtiyojlar insonga kuchliroq ta'sir ko'rsata boshlaydi. Yuqori darajadagi ehtiyojlarni quyi darajadagi ehtiyojlarga qaraganda ko'proq vositalar orqali qondirishimiz mumkin. Endi Maklelland nazariyasi. Demak, Maklelland nazariyasi 3 ta ehtiyojni birikmasidan tashkil topgan, ya'ni hokimiyatga ehtiyoj, maqsadlarga erishish ehtiyoji hamda sheriklik ehtiyoji hisoblanadi. Demak, buni atroflicha ko'rib chiqamiz. Birinchisi maqsadga erishish ehtiyoji, ya'ni bu insonni o'z oldiga qo'ygan maqsadiga avvalgiga qaraganda samaraliroq erishishga intilishini anglatadi. Odatda ehtiyoj sezuvchilar faqat muayyan lavozimni egallash bilan qanoatlanib qola olmaydilar. Umuman olganda shaxslar tavakkalchilikni ehtiyotkorlik bilan qiladilar. Ular muammoni hal qilish mas'uliyatini o'z zimmasiga olishdan cho'chimaydilar. Ayni vaqtda bu insonlar erishgan natijalari uchun rag'batlantirilishini xohlaydilar. Agar ular ishda tashabbuskor bo'lsalar, bu shaxslar erishilgan natijalarga qarab muntazam taqdirlab turilishlari kerak. Ikkinchisi, demak, sherikchilik ehtiyoji, ya'ni insonning atrofdagilari bilan do'stona munosabatda bo'lishga intilishida namoyon bo'ladi. Endi bunda hamkasblar, jamoa a'zolari bilan do'stona munosabatlar o'rnatishga, boshqalarga yordam ko'rsatishni yoqtirishda namoyon bo'ladi. Ya'ni bu toifa kishilar doimiy muloqotda bo'lish imkoniyatini beradigan ishlarni xush ko'radi. Rahbarlar bunday shaxslarga ko'proq e'tibor qaratishlari, jamoada do'stona munosabat o'rnatish, o'zaro fikr almashib turish uchun ularni tez-tez birga yig'ib turishlari lozim bo'ladi. Keyingisi hokimiyatga bo'lgan ehtiyoj, ya'ni insonlarning jamoaga rahbarlik qilish, resurslarni taqsimlash va hukmronlik qilishning boshqa vositalariga intilishlarida seziladi. Shu ma'noda boshqaruv hokimiyatidan foydalanish, bunday ehtiyojni sezayotgan insonlarni o'z maqsadlarini amalga oshirish imkoniyatlari bilan jalb etadi. Bunday toifa insonlar shijoatli, irodali, qat'iyatli shaxslar bo'lib, ular o'z nuqtai nazarlarini qattiq turib himoya qiladi, o'zgacha fikrlarga qarshilik ko'rsatadi. Ular ko'p hollarda yaxshi notiq bo'lib, boshqalarni o'ziga jalb eta oladi. Demak, bu 3 ta ehtiyojdan foydalangan holda korxonada, demak, motivatsiya jarayonini shakllantirishimiz mumkin.
Endi keyingi demak motivatsiya nazariyamiz bu Frederik Gersbergning ikki omilli nazariyasi, ayrim adabiyotlarda boisiy tozalanish nazariyasi deb ham ataladi. Endi bunda Gersbergni modelida birinchi mehnat sharoiti omillari, keyin qiziqtiruvchi omillar birgalikda keladi. Ya'ni bu nazariyaga ko'ra mehnat sharoiti omillari inson mehnat qiladigan muhit, ya'ni qiziqtiruvchi omillar esa mehnat xususiyati va mohiyati bilan bog'liq. Endi Gersbergning fikricha mehnat sharoiti omillarining mavjudligi xodimlarni ishga qiziqtirmaydi. Ya'ni bu omillar faqat ishdan qoniqmaslik hissini uyg'otmaslikka xizmat qiladi. Faoliyat samaradorligini oshirishga qiziqtirish uchun qiziqtiruvchi omillar mavjud bo'lishi kerak. Demak, ushbu nazariyadan samarali foydalanish uchun mehnat sharoiti va qiziqtiruvchi omillar ro'yxatini tuzish hamda xodimlarni o'zlariga ularni nimani xohlashlarini tanlab olish imkonini berish kerak. Oddiy misol aytadigan bo'lsak, agar mehnat sharoiti omillari to'liq jamoada yaratib berilmaydigan bo'lsa, ishchilar norozi bo'ladi, ish qilishni xohlashmaydi. Lekin bu sharoitlarni yaratib berganimiz ham mehnat unumdorligini oshirmaydi. Mehnat unumdorligini oshirishga faqat qiziqtiruvchi omillar sabab bo'ladi. Ya'ni muvaffaqiyat qozonish, shuhrat qozonish, ish natijalarini e'tirof etilishi va ma'qullanishi, yuksak mas'uliyat darajasi hamda ijobiy va salbiy rivojlanish imkoniyatlari ta'sir qiladi. Endi keyingi nazariyalarimizga o'tamiz. Bu jarayon bo'yicha qiziqtirish nazariyalari. Demak, bunga birinchi Viktor Vrumni kutish nazariyasini kiritamiz. Endi qiziqtirishni shakllantirish algoritmi tarzida berilgan. Ya'ni sarflangan kuch-g'ayrat ko'zlangan natija berishini kutish, natijalar umid qilinayotgan rag'bat keltirishini kutish hamda kutilayotgan rag'bat qadri bu qiziqishga sabab bo'ladi deyiladi. Endi Viktor Vrumning umid qilish nazariyasi 3 ta o'zaro bog'liqlikka asoslangan. Birinchi, demak, mehnat sarfi bilan natija. Bu yerda har bir ishchi xodim biror bir mehnat qilgandan keyin sarf qilgan kuch-g'ayrati bilan erishilgan natija o'rtasidagi nisbatni farqlab oladi hamda natijani kutadi. Ikkinchi bosqichda, demak, natija bilan rag'bat o'rtasidagi nisbatni kutadi. Ya'ni erishilgan natijalar darajasi uchun xodim mukofotlanishini kutadi. Uchinchi, qadrlanish, ya'ni bunda endi rag'batdan qoniqish hosil qilish. Bu degani qilgan ishi, demak, natija ko'rsatdi, natijadan keyin rag'bat kutdi. Endi o'sha rag'batlantirish uni qilgan ishiga munosibmi, munosib emasmi? Agar u qanoatlansa, demak, bu motivatsiyaga umid qiladi. Keyingisi qanoatlantirmasa, bu motivatsiyasini so'ndiradi deb, demak, Viktor Vrum o'sha nazariyada bayon qiladi. Keyingi nazariyamiz Porter-Lawler nazariyasi yoki bo'lmasa Porter-Lawler modeli deb ham aytiladi. Endi Porter-Lawler modeli demak 10 ta bosqichdan iborat. Endi bu yerda umid qilish nazariyasi va adolatlilik nazariyasi xususiyatlarini hisobga olishga asoslangan. Bu boshqa nazariyalarga nisbatan zamonaviy nazariya hisoblanadi. Bu yerda endi misol orqali tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi, rag'batlantirish qiymati deyilyapti, ya'ni mukofot qanchalik muhim. Masalan, bir bank misolida oladigan bo'lsak, Davron ismli yigit bitta bankda ishlaydi deb olamiz. Ya'ni yangi loyiha uchun eng yaxshi xodimga 1 million so'm bonus beriladi deganini eshitdi. Bu bonus unga juda kerak, shuning uchun bonusni qadrli deb biladi. Demak, bu yerda birinchisi rag'batlantirish qiymati. Ikkinchi, endi sarflanadigan kuch-g'ayrat. Davron qancha mehnat qilishga tayyor deymiz. Ya'ni u bonusni muhimligini bilgandan so'ng shunaqa qiladiki, men ko'proq ishlayman, hatto qo'shimcha vazifa bo'lsa ham bajaraman deydi. Uni kuch-g'ayrati oshadi. Endi uchinchisi, demak, kuch-g'ayratni oshishi bu rag'bat olish ehtimolini oshiradi. Ya'ni u o'ylaydi, meni mehnatim tan olinadimi? Yoki bo'lmasa u rahbarga ishonsa, shunaqa o'ylaydi, men ko'p ishlasam, albatta u meni maqtaydi hamda bonus beradi. U ishonsa agar mehnat qiladi, demak ishonmasa shunaqa o'ylaydiki, boshqalar baribir tanish bilish qilib shu yo'l bilan oladi. Bu holda demak u mehnat qilishni istamaydi. Bu bosqich motivatsiyaning eng muhim nuqtasi hisoblanadi. 4-bosqich qobiliyat va xarajatlar.
Demak, bu yerda bilim, tajriba, malakani e'tiborga olishimiz kerak. Ya'ni Davron ingliz tilini yaxshi biladi, kompyuterda tez ishlaydi deymiz, tajribasi ham yetarli. Shuning uchun u kuch-g'ayrat, qobiliyat hamda yaxshi natijaga umid qiladi. Agar xodimning qobiliyati yetarli bo'lmasa, kuch-g'ayrat bo'lsa ham natija past bo'ladi. Endi 5-bosqichi ham juda muhim bosqich, ya'ni bu e, xodimlarni baholash bosqichi. Endi rahbar, demak, Davronni ishini tekshirdi. Vazifa vaqtida bajarilganmi, sifati yaxshimi, mijozlar bilan munosabati qanday? Shu bosqichda baholash adolatli bo'lishi kerak. Har bir rahbar adolatli baholash mezonlariga ahamiyat berishi kerak. 6, natija. Endi demak, Davron mustahkam natijani ko'rsatadi. Ya'ni loyihani vaqtida tugatadi, qo'shimcha hisobot tayyorlaydi. Bu bosqich, demak, real mehnatni tugatish bosqichi hisoblanadi. 7, ichki rag'batlantirish. Endi Davronda shunaqa xulosa paydo bo'ladiki, men buni uddaladim yoki bo'lmasa men bugun o'zimdan xursandman, men juda yaxshi ishladim. Ya'ni bu ichki qoniqish, g'ururlanish deymiz yoki maqtovdan ham muhim bo'ladigan rag'batlantirish hisoblanadi. 8, tashqi rag'batlantirish. Endi demak, rahbar masalan aytadigan bo'lsak, uni loyihasi ma'qul kelsa, Davron, sen yaxshi xodim bo'lding, mana bonus, yaxshi ishlading desa, bu demak tashqi rag'batlantirish hisoblanadi. Uni yoniga qo'shimcha bonus mukofotni bersa, bu nur ustiga a'lo nur deb aytamiz. Endi 9-si rag'batlantirishni adolatli deb qabul qilish. Mana adolatli deb qabul qilish deganimizda, endi o'ylaydi, Davron aytadiki, ha, men dedi ko'p ishladim, bonus olishga loyiq edim. Bu adolatli bo'ldi. Agar boshqa xodim hech narsa qilmasa ham bonus oladigan bo'lsa, Dilshod buni, Davron buni adolatsizlik deb bilardi, ya'ni motivatsiya pasayardi. Demak, oxirgi bosqichi 10-chi qoniqish hosil qilish deydi. Agar rahbar adolatli bo'lsa, rag'bat adolatli bo'lsa, demak, Davron qilgan ishidan mamnun bo'ladi, kelajakda yanada ko'proq ishlaydi. Agar adolatsiz bo'lsa, u xodimning motivatsiyasi tushib ketadi, kuch-g'ayrati kamayadi. Ehtimol shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin, boshqa ish qidira boshlaydi. Demak, bu Porter-Lawler modelidan xulosa qiladigan bo'lsak, adolat bo'lsa, motivatsiya bo'ladi, adolat bo'lmasa, motivatsiya o'ladi degan xulosani chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Endi motivatsiya nazariyalarini hayotga tatbiq etish 3-rejamiz. Insonni o'zi samarali mehnat qilishga undaydigan asosiy qiziqishlar bor. Demak, buni 3 guruhga bo'lamiz. Birinchi, kasbga qiziqishi insonni samarali mehnat qilishga undaydi. Ikkinchi, iloji boricha ko'proq moddiy rag'bat olishga intilish, ayniqsa ko'pchilik yoshlarimizda kuzatiladi bu narsa, ko'proq moddiy manfaat yoki moddiy rag'bat olishga intilish uchraydi. Hamda 3-si, xodim bajarayotgan ishini, uni bu ish moddiy jihatdan uncha qiziqtirmasa ham muhimligi va zarurligi uchun anglab yetishi. Bu nima degani? Ayrim xodimlar bor, shunaqa, meni ishim hamma uchun kerak yoki bo'lmasa shu qilgan ishim jamiyat uchun foydali deb o'ylaydi hamda uni moddiy jihatdan unchalik masalan rag'batlantirilmasa-da, u o'sha muhimligi, o'zini shu korxonaga muhimligi, qilayotgan ishni jamiyatga muhimligi, zarurligini anglab yetadi hamda u samarali mehnat qilishga, demak, unda qiziqish paydo bo'ladi. Endi xodimlarni rag'batlar orqali vazifalarini hal etishga undash ekstravert qiziqtirish deb nomlanadi. Ya'ni korxonada ishga qiziqtirish jarayonlari, masalan, mukofotlash, farmoyish chiqarish, ijtimoiy e'tirof etish va boshqalar qiziqtirishni xuddi shu turiga taalluqli hisoblanadi. Endi biz ichki qiziqtirishni, demak, introvert qiziqtirish deb ataymiz. Tashqi qiziqtirishni, demak, ekstravert qiziqtirish deb ataymiz. Qiziqtirish uslublariga to'xtalamiz. Demak, qiziqtirish uslublari deganimizda birinchi iqtisodiy uslublar ko'z oldimizga keladi. Hammamizga ma'lumki, iqtisodiy uslublar qiziqtirishni eng ko'p tarqalgan uslubi hisoblanadi. Ya'ni bu ish haqi, mukofot, qo'shimcha to'lovlar yoki bo'lmasa imtiyozlar, masalan, ovqatlantirish, pul to'lanadigan mehnat ta'tillari, hayot va salomatlikni sug'urta qilish, pensiya ta'minoti, bular shu iqtisodiy uslublarga kiradi. Ikkinchisi, salbiy rag'batlantirishni bartaraf etish uslublari.
Demak, bunda personal ishidagi salbiy holatlarni bartaraf etish tushuniladi. Bu salbiy rag'batlantirishga adolatsizlik, masalan aytamiz, nopok munosabatlar, erkatoylik deymiz va boshqalar kiradi. Ya'ni xodimlar o'zlariga adolatli munosabatda bo'lishni xohlaydilar. Keyingisi ma'naviy rag'batlantirish uslublari, ya'ni bunda hisoblangan ish haqidan qoniqish hosil qilish yoki bo'lmasa yuksak mas'uliyat hissi deymiz. Jamoa tomonidan xizmatlarni e'tirof etish qo'shimcha xarajatlar talab etmaydi. Yanada muhimi, insonlar hech vaqt maqtov eshitish, e'tibor yoki bo'lmasa e'tirofdan charchamaydi. Keyingisi ish hajmini kengaytirish va mazmunli boyitish uslublari. Bu nima degani? Ya'ni, bu uslublar charchashni salbiy oqibatlari va ular bilan bog'liq mehnat unumdorligini pasayishiga barham beradi. Ya'ni, ishni zeriktirishni kamaytirish maqsadida ish hajmini kengaytirish buni bir vositasidir. Bu yerda bir narsani yana aytib o'tishimiz kerak. Ishni qiziqarli turda tashkil qilishimiz, ish jarayonlarini bir-biriga bog'lashimiz hamda ishchini ish hajmi kengayishidan, demak, norozi bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Keyingisi, demak, maqsadli uslublar, ya'ni xodimni xatti-harakati va oldiga qo'ygan maqsadlari orqali belgilanadi. Ya'ni belgilangan maqsadlarga erishish uchun muayyan xatti-harakatlar qiladi. Bugungi kunda, masalan, menejerlar ma'naviy rag'batlantirish uslublaridan foydalanib, katta samaradorlikka erisha oladilar. Keyingisi intizomiy uslublar, ya'ni noto'g'ri xatti-harakatlar uchun, masalan, hayfsan e'lon qilish, ogohlantirish berish, imtiyozlardan mahrum qilish deymiz, hatto ishdan bo'shatish kabi choralarni ko'rishdan iborat bo'ladi. Qiziqtirishning oxirgi uslubi bu partisipativ usullar hisoblanadi. Ya'ni bu deganimiz xodimlarni boshqaruvga yoki bo'lmasa boshqaruv jarayonidagi muammolarni hal qilishga jalb qilish deb ham ataladi. Endi mehnatga qiziqtirish motivini quyidagi asosiy turlari demak farqlanadi. Birinchi, guruhda, jamoada bo'lish motivi deymiz. Endi bu nimani anglatadi? Bu qiziqish ayniqsa personalni boshqarishni, yaponcha usuli deymiz buni. Ya'ni guruhiy axloq, shaxsiy musobaqa mavjud emasligi yoki bo'lmasa korporativ madaniyat bilan belgilanadi. Ko'pincha sotsiologlar fikricha, ahil jamoada mehnat qilish xodimni ishga qiziqtirishni eng jozibali turi hisoblanadi. Ikkinchi, shaxsiy o'zligini namoyon qilish motivi. Endi bu ko'pgina xodimlarga, ayniqsa hozirgi yoshlarga, yetuk yoshdagi insonlarga xos bo'lib, ya'ni ular o'zligini namoyon qilish orqali, demak, e, xuddi shu qiziqishni o'zida paydo qiladi. Keyingi mustaqillik motivi, ya'ni bu xo'jayinlik his-tuyg'usi kuchli bo'lgan xodimlarga xos xarakterli xususiyat bo'lib, mazkur insonlar xo'jayinlik qilish va tadbirkorlikni mustaqil olib borish uchun barqarorlikni qurbon qilishlari va yuqoriroq ish haqidan voz kechishlari mumkin. Ya'ni ular ishbilarmonlik, tavakkalchilik qilib o'zlarini barqaror ish joylari, yuqori miqdordagi maoshdan voz kechib, mustaqil ish boshlashgan. Bu degani, masalan, ish joyi barqaror bo'lsa-da, ko'pchilik birovga bo'ysunishni istamaydi. O'zini vaqtini o'zi belgilash, ishga masalan, xohlagan paytida kelib ketish, shunaqa xarakter xususiyatga ega bo'lgan ishlarimiz topiladi xodimlarimiz. Shuning uchun bular barqaror vaziyatlardan-da voz kechish bo'lsa ham, o'zi mustaqil tavakkalchilik qilib bo'lsa ham, o'zlarini, demak, mustaqil o'zini ishini qilishga harakat qiladi. Keyingi ishonchlilik, barqarorlik motivi, bu mustaqillik motivini aksi hisoblanadi. Ya'ni endi bu holda turmushning barqarorligi tadbirkorlikdagi tavakkalchilikdan afzal ko'riladi. Ya'ni barqaror ish joyiga ega bo'lish, mustaqil o'zi ish boshlamasdan, tavakkalchilik qilmasdan shunaqa ishonchlilik motivi hisoblanadi. Keyingi yangilikka, bilimlar va buyumlarga ega bo'lish motivi. Ya'ni bu bozor menejmenti, eng avvalo marketingning ko'pgina xususiyatlari negizida tashkil etiladi. Iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan davlatlarda moddiy buyumlar dunyosini yaratish uchun xuddi shu qiziqishdan foydalanadilar. Keyingisi, demak, adolatlilik motivi. O'zi olib qaraydigan bo'lsak, insoniyat butun taraqqiyoti davomida alohida ahamiyat kasb etib kelgan har bir jamiyatda adolat tushunchasi o'ziga xos mezonlarga ega bo'ladi.
Ya'ni adolat tamoyiliga amal qilmaslik xodimlarning qiziqishini so'ndiradi. Hatto janjallar, o'ta jiddiy ijtimoiy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Demak, shuning uchun O'zbekistonda hayotning boshqa sohalarida, umuman ishlab chiqarishda ham adolat tamoyiliga amal etishga alohida e'tibor qaratiladi. Endi demak, oxirgi motivimiz bu musobaqalash motivi hisoblanadi. Ya'ni har bir insonga xos xususiyat bu. Bu holda kam xarajat bilan yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Musobaqalash motivi korxonada musobaqa tashkil etishning asosi hisoblanadi. Samarali motivatsiya xodimlar unumdorligini oshiradi, ish sifatini yaxshilaydi, jamoaviy ruhni mustahkamlaydi, hamda xodimlarni ishidan qoniqish darajasini demak ko'taradi. Endi xodimlar mehnatiga qiziqishi bo'yicha turli toifalarga bo'linadi. Demak, biz bu yerda 5 ta toifaga bo'lganmiz. Ish haqiga qiziquvchi xodim, uni faqat ish haqi qiziqtiradi. U bu ish haqini naqd pul hisobida va mehnat natijalariga ko'ra darhol olishni xohlaydi. Bunday xodim rag'batlantirishning boshqa shakllariga qarshi bo'ladi. Ikkinchi toifaga kiruvchi xodim kasbiga qiziquvchi xodim, ya'ni o'z kasbiy salohiyati, bilim va imkoniyatlarini namoyon etishni mehnat faoliyatining asosiy maqsadi deb tushunadi. Uni asosan mehnatning mazmuni va ish xususiyati qiziqtiradi. Bunday xodimlarga o'z kasbidan faxrlanish xos, ya'ni ular o'sha kasbdan boshqa kasbda o'zini ko'rolmaydi. Keyingi xodimlarimiz vatanparvar xodimlar. Bu toifadagi xodimlarning mehnatga qiziqishi insonning g'oyaviy va insoniy qadriyatlari, ya'ni korxonaga sodiqlik, tenglik, adolat, ijtimoiy uyg'unlik va boshqalarga asoslangan. Keyingi toifa xodimlarimiz xo'jayinlik tuyg'usi bor xodimlar, ya'ni mazkur toifa xodimlar eng asosiysi mulk, boylik, moddiy ne'matlarni ko'paytirish hisoblanadi. Ular uchun tashqi qiziqtirish deyarli kerak emas. Ana shu shaxslarning ehtiyojlari, demak, amalda cheksizdir. Oxirgi toifa xodimlarimiz lyumpellashgan xodimlar. Demak, bunday xodimlarni bo'lishi korxona uchun salbiy oqibatlarga olib keladi. Ya'ni moddiy ne'matlarni bir tekislik asosida taqsimlash tarafdorlari bo'ladilar. Ularga hasadgo'ylik xos bo'lib, bu shaxslar jamiyatda ne'matlar taqsimotidan hamisha norozi bo'lib yuradilar. Ya'ni bu toifa xodimlar mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni, mehnatni tashkil etishni individual shakllarini yoqtirmaydilar. 4-chi rejamizga o'tamiz. Xodimlarni rag'batlantirishni jahon tajribalari. O'zi kadrlar motivatsiyasi sohasida jahon tajribasini, xorijiy tajribani o'rganish muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv tashkilotlarga yangi usullar va metodlarni bilishga, xodimlarni rag'batlantirishni samarali tizimini yaratishga yordam beradi. Shuningdek, xorijiy tajriba madaniyatlar o'rtasidagi farqlarni hisobga olgan holda, demak, o'z tizimiga moslashtirish imkonini beradi. Shu sababli xorijiy tajribani o'rganish kadrlar motivatsiyasi tizimini rivojlantirish va tashkilotni samarali faoliyatini ta'minlash uchun zarur qadamlardan hisoblanadi. Yapon korporatsiyalarida ko'rib chiqamiz, xodimlar qanday motivatsiya qilinadi. Yaponiya korporatsiyalarida mehnat motivatsiyasining asosi o'ziga xos korporativ madaniyat va uzoq muddatli rivojlanish istiqboliga tayanadi. Motivatsiyani asosiy usullaridan biri xodimlarning yutuqlari va mehnatini rag'batlantirishdir. Yaponiyada rag'batlantirish tizimi turli shakldagi moddiy va nomoddiy stimullar kiradi. Ya'ni moliyaviy oyliklar, martaba o'sish imkoniyatlari, o'quv darslariga qatnashish, yaxshi ish uchun turli shakldagi e'tirof va minnatdorchilik. Yapon kompaniyalaridagi boshqaruvning asosiy maqsadi xodimlarning ehtiyojlarini qondirish va ular samarali ishlashi uchun qulay sharoit yaratishdir. Bunday yondashuv natijasida xodimlarda yuqori motivatsiya va kompaniyaga sodiqlik shakllanadi. Yapon kompaniyalaridagi motivatsiya usullarining o'ziga xosligi inson ehtiyojlarini chuqur tushunish, maqsadlarga erishish jarayonini to'g'ri boshqarish va xodimlar uchun uzoq muddatli rivojlanish sharoitlarini yaratishga asoslanadi. Biroq yapon motivatsiyasi tizimi faqat fuqarolik mas'uliyati yuqori bo'lgan, jamiyat manfaatlari shaxs manfaatlaridan ustun qo'yiladigan jamiyatlardagina samarali ishlaydi.
Endi Amerika Qo'shma Shtatlarida mehnat haqini to'lash tizimi yoki motivatsiyaga qanaqa ahamiyat beriladi? AQSh korxonalarida ish haqi tizimlari turlicha bo'lsa-da, umumiy jihatlari mavjud. Birinchi, ya'ni fiksirlangan maosh, bu salary deb ataladi. Kasbi, malakasi, tajribasiga qarab belgilanadi. Bu oylik yoki haftalik shaklda to'lanadi. Ikkinchi, o'zgaruvchan maosh, ya'ni bonuslar. Bu kompaniya ko'rsatkichlari, xodimning shaxsiy yutuqlari, loyiha natijalari asosida belgilanadi. Bonuslar pul ko'rinishida yoki aksiyalar, opsionlar tarzida berilishi mumkin. Uchinchi, qo'shimcha imtiyozlar, ya'ni tibbiy sug'urta, pensiya jamg'armalari, o'quv kurslari, ta'til va boshqa ijtimoiy paketlarni o'z ichiga oladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida kompaniyalar ko'pincha iste'dodli kadrlarni jalb qilish uchun murakkab va individual rag'batlantirish tizimlaridan foydalanadi. Endi O'zbekiston korxonalarida, demak, motivatsiyaga misollar ko'rib chiqamiz. Birinchi, UzAuto Motors, demak, avtomobil ishlab chiqarish kompaniyasida motivatsiyani qanaqa turlari amal qiladi? Birinchi, moliyaviy motivatsiya, ish rejasini bajargan xodimlarga oylikdan tashqari bonuslar to'lanadi. Nomoliyaviy motivatsiya, eng yaxshi xodim tanlovlari tashkil etiladi, g'oliblarga esdalik sovg'alar va faxriy yorliqlar beriladi. Uchinchi, kadrlar rivojlanishi. Xodimlar uchun doimiy malaka oshirish kurslari tashkil etiladi. Agramir kompaniyasida, ya'ni oziq-ovqat sanoati, motivatsiya elementlari ish samaradorligini oshirgan xodimlarga qo'shimcha mukofotlar beriladi. Har oyda ishchi oyi tanlovi o'tkaziladi. Yangi g'oyalar taklif qilgan xodimlar moddiy va ma'naviy rag'batlantiradi. Korporativ tadbirlar guruhda ishlash motivatsiyasini, demak, oshiradi. Endi TBC Bank O'zbekiston bank sohasi bo'yicha, demak, bunda ichki motivatsiya xodimlarda ishga mustaqillik tushunchasini paydo bo'lishi, qaror qabul qilish imkoniyatini berilishi, moliyaviy motivatsiya oylikdan tashqari KPI natijalariga qarab bonuslar hamda karyera o'sishi imkoniyatlari iqtidorli xodimlarga, demak, tezda rahbarlik lavozimlariga ko'tarilish imkoniyati beriladi. Endi xorijiy kompaniyalardagi motivatsiyaga misollar. Demak, mashhur Google kompaniyasida, Google kompaniyasi o'zi motivatsiyada yetakchi korxona hisoblanadi. Ijodiy muhit yaratilgan, ya'ni xodimlar ish vaqtining 20% o'z loyihalariga bag'ishlashi mumkin. Moddiy rag'batlardan yuqori maosh, aksiya paketlari, bonuslar taqdim qilinadi. Nomoliyaviy rag'batlar, bepul ovqat beriladi, sport zallari, tibbiy xizmat uchun korxona to'lov qilib beradi. Shaxsiy o'sish, kurslar, ta'lim dasturlari, konferensiyalarda ishtirok etish uchun sharoitlar yaratiladi. Keyingisi Toyota kompaniyasi Yaponiya misolida, bunda demak mashhur Kaizen, ya'ni doimiy takomillashuv madaniyati orqali xodimlar o'z g'oyalarini berib, jarayonni yaxshilashda ishtirok etadi. Guruhiy ish va jamoaviy motivatsiya shaxsiy emas, jamoa natijasi rag'batlantiriladi. Hamda xodimlar uchun doimiy kasbiy rivojlanish imkoniyatlari mavjud. Amazon kompaniyasi, bunda qanaqa motivatsiya elementlarini ko'rishimiz mumkin? Yuqori samaradorlik ko'rsatgan xodimlarga katta bonuslar, stipendiyalar hamda tahsil olish uchun moliyaviy yordam beriladi. Hamda talantlarni saralash, tez suratda lavozim oshirish siyosati amalga oshiriladi. Ba'zi bo'limlarda intensiv ish soatlari bo'lsa-da, ishni yuqori baholash tizimi orqali xodimlar rag'batlantiriladi. Demak, motivatsiya mavzusi bo'yicha ma'lumotlar shulardan iborat edi. Dars mashg'ulotimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.